Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib turadigan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan jo'jalarga qanday yem beryapman aralashmasini o'rganamiz. Birinchi ana kepagimiz bor. Kepagimizni sog'olamiz mana. Bu qanchaligini bilmayman. Shunday olib kelganman. Mana kepagimiz soldik. Endi mana unaqa ana oqshoq degan mayda gurunchimiz bor. Uni ham mana solamiz. Bo'shatib olamiz idishlarimizni. Mana bo'shatdik. Mana yo'qda bug'doyimiz bor. Ozgina qo'shib yuboramiz. Endi bug'doyni bunga uncha qo'shmayman. Mana shu ikkalasini aralashmasa ham yetadi. Bug'doyni kamgina qo'shaman xolos. Mana kamginagina bug'doy qo'shamiz. Endi buni mana shunday qilib hammasini bir xil massa kelguncha aralashtirib olamiz. Mana hammasi bir shunaqa aniq massa oladi. Mana ichida guruchi, kepagi, bug'doy bor. Mana shunaqa aralashma yeymiz. Kattaroq tog'oraga qilamiz. Ko'proq solib. Jo'jalarimiz ancha yeydi. Shuni suvga oz namlab beriladi, chunki ichida kepagi bor. O'shanga ozgina namlab beramiz. Bug'doydan ham qo'shib tursalar bo'ladi. Men endi o'zimning ratsionim bo'yicha ertalab starter yemimizni, obedga bug'doy yemimizni beramiz. Kechga aralashmamizni beramiz. Yoki ertalab starter, obedga aralashma, kechki vaqtga bug'doyimizni beramiz. Farqi yo'q, qanday qilib bersa ham bo'laveradi. Qolsa obedga, kechqurunga bu vaqtga to'g'rilab bersa bo'laveradi. Mana shu biz jo'jalarimizni yeymiz. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Hammalaringga rahmat. Inkubatorimga tuxum joylab bo'ldim. Kelgusi videolarda shu haqida sizlarga video qilaman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman.